Dunyoda odam yashab og'ir shuna qilib xor bo'lib o'lib ketadigan bo'lsa, men dunyoda kelib nima ish qildim hozir? Dunyoda baxtli odam o'sha odam ekanki, kiysa-yu, kiygizsa o'sha odam yaxshi ekan. O'zi bir narsani kiysa-yu, birovga kiygizsa, yesa-yu, yedirsa-yu, orqasidan hech narsani tashlamasdan ketgan odam baxtli ekan. Alisher Navoiyning gapi bor. Kiyganing eskiradi deydi. Kiyganing eskiradi, kiydirib qo'yganing eskirmaydi. Xudoning huzurida ham turaveradi u deydi. Dunyoda baxtli odam shu ekanki, kiygizsa-yu, o'zi kiysa-yu, dunyoda bir bola chaqamdir deb orqasidan bir narsa tashlab ketmasa yaxshi ekan. Hamma qilayotgan narsani vaqaddimu li anfusikum deydi Xudo. O'zingdan oldin jo'natgin deydi. Gap qarang, Xudoning buyrug'i bu. Ey bandam, o'zingdan oldin jo'natgin deydi. Bolam orqamdan Xudoga qilsa savob boradi demagin, u sening hisobingdan bormaydi endi u. U bolangning merosi u bo'lgandan keyin sening mulking emas endi u. U bolang senga savobini bag'ishlasa boradi, bag'ishlamasa, qo'ni qo'shni ko'rsin deb riyo uchun qilgansa, undan bormaydi ham senga u. Qiladiganingni o'zing g'amingni qilgin. Ertaga ular meros bo'lish bilan ovora bo'lar sendan keyin. Seni g'amingni qilolmaydi u. Sen qabrda azobda yotganingda seni g'amingni qilmaydi, o'zini g'amini qiladi u bola deydi. Ota meni qiynalib katta qiluvdi, shunga bir narsa jo'natib yuboray deya olmaydi u.